Bo'sh yerimni hisobini olsak ham 10 sotix joyida sotuvga chiqarib kelib turibmiz. O'zi bu yerda bo'sh yerlar hozir endi sotilganlari bor, 40 million, 45 millionga sotganlar bor. Aytib o'tirganlar bu 50 olmishdan deb aytib o'tirishdi. O'rtacha siz 50 milliondan desangiz ham 500 million degan 10 sotix. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz kelib turgan manzilimiz Termiz shahardan uncha uzoq bo'lgan. Termiz shaharidan shuni o'tsanglar Termiz tumani Qahramon mahalla fuqarolar yig'iniga kelib turibsiz. Qahramon 1 desa ko'pchilik tushunadi. Mana shu yerda 10 sotix bo'lgan uchastkamiz zudlikda sotuvda. Albatta reklama maqsadida ekanmiz. Uy egalariga bog'lanasizlar. Videolarimizni oxirigacha tomosha qilinglar. 2 qavatli uyimiz, imoratimiz va hamma shart-sharoitlar bor. Gaz, deysizlarmi, suv, svet, hammasi bor. Zudlik ulgurib qolasizlar. Yashash uchun 7 ta xonadan o'choqxona deysizlarmi, tandirxona, letniy kuxnya, zimniy kuxnya, hammasi bor. Termiz shahar postdan, ya'ni mana bu Termiz o'ta postadan shunday chiqqanimizda avtovokzaldan keyin sразу o'ngga qayrilasizlar. Qahramon mahalla fuqarolar yig'ini. Arkadan kirib kelasizlar. 3-uyimiz bo'layapti. Tashqi fasadini ko'rsatdik hozir. Endingi navbatimiz ichki shart-sharoitlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu imoratimiz, ya'ni bu uyimiz 2004-2005-yillar qad rostlagan o'sha vaqtda legendasi bo'lgan. Hozir ham endi o'z holatini aslo yo'qotmagan, sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Keling. Attak mana kirganimizdan darvozani o'ylaydigan bo'lsak ham, darvoza ham вообще. Mana kirganimizdan katta nabis bizni qarshi olmoqda. Burchatkalar qilingan. Bu uyimizda uncha ko'p hali 2-3 yildan beri hech kim yashamagan sababli saligina bir suv sepib qarovsiz turibdi. Atak bitta suv kelib yashab faizli xonadon qilsanglar nur ustiga ala nur. Tashqi darvozadan shuna kirganimizda mana birinchi o'ng quloq katta zal. Keyin tanishtirib ketaveramiz. Mana bu yerda zimniy kuxnya, katta zalning pastida podvol. Bu yoqqa yuraversak, mana kelingda. Bu yerda basseyn, dush, basseyn emasda, dush va sauna qilingan. Mana bu joyga letniy kuxnya ko'rsatib o'taveramiz va bu tomonda yana mana ko'rishingiz mumkin tandirxona, o'choqxona, tepalarni qaranglar, temir bu profil firmalar hammasi bunaqasi faqat vaqtida bo'lar edi. Hozir bunaqasi chiqmaydi. Bu yoqqa hojatxona bo'ladi va mana bu tomonga yashil maydon uchun sizlarga katta joy. O'sha yashil maydonimiz bir 4 sotixda turibdi-da, adashmasam. Endi mana shundoq mana bu yerdan kelib mana fasadini ko'rsanglar o'zi. Ko'rsating operator yirik planda. Tepada 4 ta xona, pastda 3 ta xona. Hamma xonalar kamida 6 ga tur, kamida. Eng kichkinasi ham. Tanishtiramiz. Keling, tashqi darvozadan kirgandan birinchi o'ng qo'lga katta mehmonxonamiz. Bu erkaklar mehmonxonasi, xohlasanglar ayollar mehmonxonasi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Shiftini balandligiga alohida e'tibor berasizlar. 5 metr desam adashmayman. Ko'rsating. Tagimiz podvol hammasi. Uchastkamizdagi mebellar hammasi kelishuv asosida qoldiriladi. Deyarli shu taylab ham ketdilar. Yana ham uy egalariga bog'lanasizlar, uy egalari nomeri pastda qoldiramiz. Mana sokurlar urilgan. Hamma shart-sharoitlar qilingan. Bu tomonda zimniy kuxnya. Zimniy kuxnyani ko'rsam, sharoitini o'zingizlar kelib qilib olasizlar. Endi hech kim turmaganiga shu qilinmagan. Va mana bu joyga podvolimiz ham bor. Podvol ham shu odam bo'yidan ancha baland qolaversa, shu katta mehmonxonaning pastda to'liq podvol. Xohlaganlaringizdek. Endingi navbatimiz mana bu yerda bani. Hammasi gaz bilan qiziydi. Saunalar qilingan. Saunalar qilingan. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Endi bu tomonlarda boya ko'rdinglar. Mana yashil maydon, tok, uzun hammasi xosligiga kirgan. Sizlarga ketma-ketlikda aytaman, mana bu yerga krant qo'yilgan. Krant suv shirin suvlar ulandi, bildinglar hamma. Gazdan muammo yo'q, suvdan, svetdan edi.
Asla muammo yo'q. Hozir bu tomonga kirib tanishtiramiz. Bismillah. Uchastkamiz hammasi tagi pol, ya'ni taxtalik. Aytgancha azizlar, ataplina qilingan, katyol eskirgani uchun uzib tashlashgan. Kelasiz bitta zamonaviy katyol qo'yasiz, hamma tomon qiziydi. Bu bitta xonamiz. Ikkinchi xonamiz bo'ladi, tagi pol, hammasi taxtalik. Keling. Ikkinchi xonamiz. Ketma-ketlikda tanishtiramiz. Mana tepa ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, keling operator. Ikkinchi qavatda ham 4 ta xonamiz bor. Kirganimizda mana tepada birinchi spanimiz. Ko'rsating. Ikkinchi spanni. Va mana bu yerda uchinchi xonamiz. Tagi bu ham taxtalik. Keling. Mana bu xonani qaranglar, kattaligini. Qanchalik katta mana. Boya birinchi tashqi darvozadan kirib o'ng qo'lga qayrilganda xona bilan razmeri bir xil. Ya'ni o'shaning tepasida turibmiz hozir biz. Va bitta domdan katta-da hozir bunday deganda. Ikki xonali kvartiramiz necha kvadrat? 50-45 lik ham bor-da. Buning o'zi hozir mana qaranglar, 4 ta gilam o'zi mana. 4 ta gilam sig'ib turibdi. Bu degani bu yog'i 8, bu tomoni 10, 80 lar bo'lsa kerak kvadrat turasi. Agar bir boyagi ko'p noda ko'ryapsizlar-ku, Instagram, YouTube'larda bitta proyektini olib kelsak, bitta 3 xonali dom yasaveradi shu yerda o'zi. Korobka holdagida. Xo'p. Do'stlar, mana hamma tomoni bilan tanishib chiqdinglar. Termiz tumani Qahramon mahalla fuqarolar yig'ini bo'lyapti. Maktab bog'cha so'rasanglar 8-maktabga borishadi. Ya'ni At-Termiziy masjidi protipida, shu yoqda 10 sotix uchastkamiz. Narxi $120,000 deb baholandi. Pastda egalar nomeri bor. Yana ham kelishlar. Bizning nomdan chiqinglar, yana ham xayrga o'tib beriladi. Egalar nomeri pastda, tepadan nomerlar reklama maqsadida. Shu yerda videolarimiz tamom.